Oyim aytgan qizsiz bo'lsangiz kerak. Shunaqa shekilli. Mendan gapiradigan bo'laman. To'ydan keyin o'qimaysiz, ishlamaysiz, har xil joylarga aylantirishga borishga vaqtim yo'q. Uyda faqat oyimga qarab, bolalarga qarab o'tirasiz. Rozimisiz? Xizmatkor yollashga pulim yo'q deb qo'ya qoling. Ochig'ini aytsam, uylanish niyatim ham yo'q edi, faqat oyim majbur qilgan uchun kelgandim. Tushunarli. Yaxshi qoling. Xo'sh qizim, uchrashuvga chiqdingmi? Chiqdim. Lekin u bola menga to'g'ri kelmas ekan. Unga turmush o'rtoq emas, xizmatkor kerak ekan. Xudo xolasa o'zingni tenging chiqadi. Menga baxtli bo'lsang bo'ldi. Xullas, men biznesmen odamman. Menga bemalol rozi bo'lsangiz bo'ladi. Sizni hech narsadan kam qilmayman. Uy, joy, mashina, faqat komandirovkalarim ko'p. Uyda oyimga qarab o'tirsangiz bo'ldi. Oyizlarga qarashga boshqa odam yollasangiz bo'lmaydimi? Bu nima deganingiz? Oyimmi begona odamga ishonib bo'ladimi? Oyizi begona odamga ishonmaysiz. Lekin 20 yil katta qilgan qizini ota-ona sizga ishonib topshiryapti-ku. To'g'ri. Oyizlarga qarayman, bolaga qarayman. Lekin menga kim qaraydi? Sizga o'xshaganlar xotinni faqat xizmatkorlikka oladi. Xayr, sog' bo'ling. Sizchi? Siz nega uylangansiz? To'kiladi yuraklarda